ayoli ishonchini va chiroyini ochadigan birinchi navbatda bu yuz sohasi bo'ladi. O'zini hurmat qilgan va yuzida har xil muammolari bor ayollar kosmetologga kelishadimi yoki faqat chiroyli ko'rinish uchun ayollar kosmetologga murojaat qilishadimi? Yo'q, albatta o'zini hurmat qilgan ayollar keladi. O'zini hurmat qilgan, o'zini hayotiga, o'zini yuziga befarq bo'lmagan ayollar keladi. Birinchi navbatda, keyin stressga tushgan ayollar keladi. Bu haqida ko'p gapirish mumkin. Men har doim aytaman-da, o'zini hurmat qilgan ayol keldi degani bu uni eri albatta millioner bo'lishi shart emas. O'zini hurmat qilgan ayol qaysi ma'noda aytiladi? Masalan, o'sha eridan ham pul oladida, uni yeyishga, ichishga, ko'ylagiga sarflab tashamasdan o'sha bir oyda $10 kopilkaga solib qo'ysa, 6 oyda $60 bo'ladi-da. Bu 6 oyda $60 ga nimadir qilib ketsa bo'ladi. Bu o'sha eng uyda o'tirgan, ishlamagan, bolasini nafaqasiga qarab, uydagi qaynona-qaynotasini xizmat qilgan ayollar haqida gapiryapman. Ko'pchilik aytadi, biz uyda o'tiramiz, sizlarga gapirish oson, hamma pul o'sha biznes ledilarda, faqat o'shalar chiroyli. Yo'q, siz ham chiroyli bo'lishingiz mumkin. Siz ham o'zingizga qarashingiz mumkin, faqat sizda xohish bo'lishi kerak. Inson o'zini sevsa, xohish paydo bo'ladi. Umuman kosmetologga kelmasligi mumkin. Uy sharoitida o'sha yaxshi konsultant kosmetolog topib onlayn o'shanga pulini berib turib, nimalar uy sharoitida qilish mumkin. Faqat xohish bo'lsa. Xohish bo'lmasa, er aybdor ishlamagani uchun, qaynona aybdor uyda o'tkazib qo'ygani uchun, bola tuqqani uchun bola aybdor, jamiyat aybdor, oylik kam bo'lgani uchun hamma aybdor. Albatta, o'zini hurmat qilgan ayol deganimda, men faqatgina o'zini sevadigan, u qanaqa vaziyatda bo'lishidan qat'iy nazar o'zini potrебностini, o'zini xohishlarini birinchi o'ringa qo'yadigan ayollar deb tushunaman.